Double DM формат, Арти Продакшн. Встречайте всех, это совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana ko'rasiz. Это совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana Это ko'rasiz. два пацана с группы Double DM. Громко произношу и повторяю всем. Здесь Маркус Сарик и Нурик Дарк Твиста, проживающие в Таше из ташкентского Иста. Ташкент наш город, Лисунова наш массив, Хамзинский наш район. И у всех у нас есть свой собственный закон. Ну-ка, народ, поднимем руки выше. Я вас почему-то нифига не слышу. А терпилы, закройте уши, не вам это слушать. Всем, кто слушает, респект и уважуха. Если какая-то мразь откроет свою пасть и скажет рэп говно, я порву ему табло. В этих треках я представлюсь не однажды. Кто сейчас за меня, я благодарен дважды. Мне все равно, что подумают о нас. Мне сейчас главное, что качает этот бит и бас. Это совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana Это ko'rasiz. совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana ko'rasiz. Keyin qo'shil bizaga tezroq, biza bilan birga bo'l yaqinroq. Toshkent, Yunusobod bu bizani rayon. Double DM biza bilan yonma-yon va ular bilan birga gruppa format chiqarishmoqda yangi ritma avtomat. Toshkent ko'chalari, undagi odamlar welcome to hamma bosgan qadamlar. Vot endi mani galim eshitila, mani so'zlarim, mani gruppam format eshitila. Qilaylik diqqat, Yunusobod Lisunova birlashgani haqiqat. Bu gapi Toshkent bo'ylab tarqat. Bu bizani yangi trek, Yunusobod hammalarga respekt, o'zbekchada hurmat. Bizani eshitganinglarga rahmat, sizlar bilan gruppa format. Это совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana Это ko'rasiz. совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana ko'rasiz. Dark Twister, Double DM здесь. Все на связи. Представляем вам совместку на двух языках. На русском и узбекском будет звучать в твоих ушах. Йоу, чуть не забыл представиться у микрофона. Dark Twister в хип-хоп культуре. Я самый главный министр. Double DM, моя группа, мы с Лисунова, бейба. Будем делать горячий рэп даже без лейбла. Даже без кэша продвинемся, будем качать до утра. Глубокий смысл в текстах, яркая палитра. По литру водки будем пить и танцевать до упаду. Ты будешь пачкать мои губы своей помадой. Дальше все так же вернусь на массив Лисунова. С Маркусом и Венсом выскажем свое слово. Будем готовить бомбу, взорвем всех разом. Ты послушаешь это, почувствуешь оргазм. Это совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana Это ko'rasiz. совместка Юнуса с Лисунова. Это не конец, вы увидите нас снова. Bu birlashgan Lisunova Yusobot bilan bu hali hammasi emas, bizani yana ko'rasiz. Maham and Ali Oz 2009. Endi eshitdinglar bizani so'zlarni, yig'ishtiringlar bekorchi sevgini. Mikrofon qarshisida alima ham bevafolikka bosishdi qadam. Bevafo, bedavo, zaharlangan havo. Bu sevgini hech kimga ko'rmasdim ravo. Sevgidan ko'rmadigina baxt na bir foyda. Qalblar almashar har oyda. Almashar, kim urishar, boshqa para yarashar. Ahd paymon xiganiga bo'lib pushaymon. Siqilar har soniya, har on. Uni o'ylar, o'tadi kun oylar. Telefon qilishini boylar va kutilgan qo'ng'iroq. Telefon o'rtada go'zal qizaloq. Ular orasida masofa juda ham uzoq. Bola qalbida besadi mayn shamol. Sharq bola yana sevgiga bo'ladi g'arb. Lekin qiz tomonidan eshitilar g'alati gaplar. Qiz gapidan bola shuni anglar. Ya'ni qiz bolani boshidan aldar. Bola xullas siqilar o'ylar. Yana boshidan o'tadi kun oylar. Yana paftor
bir yana paftor, yana boshidan sevgi izhor. Qiz bolani sevgisini qildi yana inkor. Endi u ham qo'shildi bizani qatorimizga. U ham rap yozdi atab o'sha qizga. Eshitilayotgan bu ovozlar bizani qo'limizda rap yozilgan qog'ozlar. Bu ovozlarni egasi Maham va Ali. Bizani gapimiz davom etadi hali. Vot endi kimiga hali? Davom ettur Ali. Mana gapirgani qizlarga gapim yo'q, o'tgani esa o'qim. Ularga bor faqat jahl ustidagi do'qim. Ey basharangga qaynaydi debsam o'zim, takishdimi ham davom ettirgan o'zing. Sani ham bor edi yoqtirgan sevgan qizing. Bor edi, endi esa u yonimda emas. Bilaman u meni sevsa-da yonimga qaytib emas, chunki unga qarshi edi ota onasi. Tushunaman u ham birovni bolasi, lekin menga baribir, chunki bu sevgi axir, sevgi bilmas chegara. O'z sevgimni o'zimdan qildi begona, bitiga ko'paydi dushmanlarim yana. Bilmasdim sevgi bunchalar ekanligini, ko'ra sevgi so'zida ko'p ekan, juda ham sir sanadim. 3 2 1 Yana o'sha ahvol, yana o'sha holat, yana o'sha so'nggi xat. Oxir oqibat sevgilingdan qutilding, tugadi toqat, lekin sevgilingdan qutulolmading. Faqat qalbini qiynab, tirnab, sevgida qolmadi biron bir shirin xotira. Sevgiga qaytmaymiz sira va sira. Men Ali Maham bilan o'tirib, boshimizni qotirib, hammani o'ylantirib, sevgi haqida yozgan rapimiz shu. Yana qanaqa I love you, ey hammasiga fuck you. Hamma sevishganlarga tupurganman, men hozir quturganman.